Bo'ta hamma yugurib yuribdi. Sog'lom hayot uchun kurashmoqda. Biz ham har kuni uyda talavoqli turib, ayollar erkaklar turib boshqa yugursak, figuralarimiz unaqa osilib, yog' bosib ketmaydi. Biz nimani tanlaymiz? Bir pas bo'lsa ham uxlab olay, bolalar uxladi-yu. Endi hayot shuda. Onamiz ham semirib ketgan, bobolarimiz ham, mamalarimiz semirib ketgan. Biz ham semiramizda deydi bo'ldi. Qachon inson qarimasligi kerak. Bu gap rost. Har doim inson o'zini yosh his qilish kerak. Chunki bu hayotga bir marta keladi, bu dunyoga bir marta keladi. Mazza qilib yashash kerak. Odam bo'ldi qaridim dedimi, hamma narsadan uziladi. Na sayohat yoqadi, na boshqa narsa yoqadi, na ovqat yoqadi. Sirrazi ovqatlar tanlab boshlaydi, oshqozonimga botadi, xamir mumkin emas. Voy, men hozir uxlab olishim kerak. Voy, bulut kelyapti, davliram. Voy, ko'zim bor, boshqa narsalar bo'lib qoladi. Shuning uchun hech qachon odam qaridim, voy unaqa qilma, voy bunaqa qilma, voy o'zingni yosh qizchadek his qilyapsanmi? O'zingni unaqa tutasan. Bu gaplar hammasi xato. Har doim inson o'zini